Assalomu alaykum Elqavar'ın programmasının körarmandары, podpисчиктері. Muna bugün biz erta жазda Aybek ağanın anar köçöt polyasına geldik. Köçöt alğanı. Assalomu alaykum Aybek ağa. Arvağınız. Köçöt sezonu başladınız mı? Ya, özünüz qandaysыңар, yaxshilari? Mana biz o'tganda bir video olib qilib chiqargan edik. Köçöt bo'yicha. Shunda anar bizda Aran rayonida boshlandi. Köçöt sezonu boshlandi. Köçöt egish boshlandi. So'raganlar o'ta ko'p bo'lgan. Qachon egasiz? Mana ega turgan mal keldi. Endi shularni chiqarib sotishga boshladik. Ulan emdir. Buna köçötler, şunday köçötler buna. Çoğunluğu şunçalar. İçindeleri, onandaki içindeleri de var. Arasında bir eklesi bolatı. So'raganlar köp bolgan. Satıq başlandı. Kelaveresingler şu turgan jerinden, sveж jerinden kavlap beremiz. Bakalım şu kavlay turabız. Kelgenlerge sveж kavlap beremiz dep tayyorlab turabız. Eskertib o'tamiz. Senasini o'tganda aytib o'tganimiz 100 so'mdan ko'proq olganlarga az kemi bor. Sortuna bunavi jivoylig'ini garantiya beramiz. Boshqa yerine garantiya bera olmasak da основной shu sortuna garantiya beramiz. Shirin anar, terisi qizil, ichida qizil bo'ladi. Sladkakisli emas, shirin anar. O'sha, mana bizda ham kunlar yaxshi ochilib, talalarga odamlar chiqib, уже sezon boshlandi. Основной köçöt sezon boshlandi. Kelaverasinglar, уже ko'rib boshladi уже. En birinchi yo'li egib otgan odamlarga kelsa o'zingiz nimeleringiz sunushlarınızı beresiz deymiz. O'rgatamiz, qanday qilib egish kerak, uxotlarin baylanishib turamiz. Qo'ldan kelishincha sovet beramiz.